Qon ko'paytirish bo'yicha qaysi meva kuchliroq? Anor yoki tarvuz? Albatta anor. Olma yoki xurmo? Bu yerda xurmo, Mandarin yoki apelsin? apelsin, Anjir yoki nok? anjir, Banan yoki kivi? kivi ancha foydaliroq. Uzum yoki shaftoli? Uzum, Olcha yoki gilos? gilos, Qovun yoki ananas? qovun ko'proq yordam beradi. Anor yoki xurmo? Anor, Apelsin yoki anjir? anjir yaxshiroq. Kivi yoki uzum? Uzum, Gilos yoki qovun? gilos, Anor yoki anjir? albatta anor. Uzum yoki gilos? Gilos uzumni yengadi. Ana endi final. Anor yoki gilos? Qon ko'paytirish bo'yicha chempion albatta anor. Rahmatli aka, menda qon kam, o'zi qanaqa qilib qonni tabiiy ko'paytirsam bo'ladi? Menga obuna bo'lib, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Qon ko'paytirish bo'yicha dastur linkini sizga o'zim yuboraman.